Iftorlik va saharlik dasturxon uchun eng mazali yeguliklardan biri bo'lgan turk oshxonasiga mansub pide tayyorlab ko'ramiz. Idishga un solamiz, ketidan dro'jja, tuz, shakar solib, yaxshilab venchik yordamida quruqmasdan aralashtirib olamiz. So'ngra iliq suv, tuxum qo'shib yarim tayyor xamir qoramiz. Endi sariyog' solib o'rta qattiqlikdagi xamir qorib 1 soatga tindirishga yuboramiz. Orada tovuqli nachinkani tayyorlab olamiz. Qizib turgan tovaga svetofor bulg'or qalampirlari, mayda kubik ko'rinishida to'g'ralgan pomidor, ukrop, universal priprava, zira, kashnich urug'i solamiz va 10 daqiqaga qovurib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni 3 ga bo'lib qo'lda shakl beramiz. Endi juva yordamida xamirni yoyib olamiz. Ketidan yaxshi eriydigan sir solamiz va tayyorlab olingan nachinkani solamiz. Ayni vaqtda xamirning ikki tomonini videoda ko'rsatilgandek yopishtirib tugib olamiz. Endi gaz listiga joylab pichoq yordamida o'rtasini kesib olamiz va chetlariga tuxum surtib olamiz. Endi kunjut bilan yaxshilab to'yintirib olamiz. Endi gaz pechiga pishirishga yuboramiz. Pide pishdi. Agar video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang.